Allohning go'zal ismlari va ismi a'zam kitobidan Qahf surasining oxirgi 10 oyatining fazilatlari. Abu Dardo radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan yana bir hadisda Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Kim Qahf surasining oxirgi 10 oyatini o'qib yursa, Dajjolning fitnasidan saqlanadi. Ushbu oyatlarning o'zbek tilidagi talqinini sizlarga o'qib beraman. Ularning ko'zlari dunyoda mening zikrimdan to'silgan bo'lib, ular nasihatlarimni eshitishga ham qodir emas edilar. Yoki kofir bo'lganlar meni qo'yib bandalarimni do'st tutishni o'yladilarmi? Darhaqiqat biz jahannamni kofirlar tushadigan joy qilib qo'yganmiz. Ey Muhammad, ayting, sizlarga qilmishlaringizdan eng ko'p ziyon ko'ruvchilarning xabarini beraymi? Ular qilgan sa'y-harakatlari dunyo hayotidagi yo'q bo'lib ketadi-yu, ammo o'zlarini ishini chiroyli qilayotgan hisoblaydilar. Ular Parvardigorlarining oyatlarini va u zot bilan muloqotda bo'lishni inkor etishib, butun ish amallari behuda ketgan kimsalardir. Bas, biz qiyomat kunida ular amallari uchun hech qanday vaznni qoyim qilmasmiz. Kofir bo'lganlari hamda oyatlarimni va payg'ambarimni masxara qilganlari sababli ularning jazolari o'sha jahannamdir. Albatta iymon keltirgan va ezgu ishlarni qilgan zotlar uchun Firdavs bog'lari manzil bo'lur. Ular u joylarda mangu qolib, undan boshqa joyga ko'chishni istamaslar. Ayting, bordi-yu, dengiz suvi Robbimning so'zlari, ilmu hikmatlarini bitish uchun siyoh bo'lsa va yana shuncha siyoh keltirsak ham Robbimning so'zlari bitilishidan ilgari u dengizlar tugab bitar. Ey Muhammad, ularga ayting, darhaqiqat men ham sizlar kabi bir bashardirman. Faqat menga ilohingiz yolg'iz iloh ekani haqida vahiy etilmoqda. Bas, kimki Parvardigori bilan muloqotda bo'lishdan umidvor bo'lsa, u holda ezgu amal qilsin va Parvardigoriga ibodat qilishda hech kimni unga sherik qilmasin.